Assalomu alaykum. Food City'ga yaqin joyda Gulzor mahallada ajoyib bitta kottejimiz chiqdi. Mana qarasangiz, mana bunaqa ajoyib kottej qilishyapti. Xo'p. 4 sotixga joylashgan 4 xonali kottejimiz. Bitta hozir hech kim turmayapti. Bu yerda suv, svet, gaz, hamma narsasi bor. Bu yerda kanalizatsiya kelmagan, o'ra qozilgan, o'ralarda nada. Tashqi tomonda bitta umumiy sanuzeli bor. Xo'p, uyni ichini ko'ramiz. Kiraverishimiz shunaqa hol. To'g'rida zal. Zalimiz ham kichkina emas, razmeri kattagina. Hop. Bu yoq ikkinchi etajga chiqib ketish. Pastidan ham yaxshigina foydalansa bo'ladi. Chap qo'limiz, o'ng qo'limizda oshxona. Oshxonadan ham hovliga chiqadigan eshigi bor. Bu yerda razdельный sanuzellarimiz. Hop, ikkinchi etajga turamiz. İkinci etajga chiqqanimizdan chap qo'limizda uning ota-onalar yotoqxonasi, kattagina razmerda. Bu yerda o'ng qo'limizda detski. Bu yerda garderoblarni chiroyli qilib bezatib qo'ysa bo'ladi. Chap qo'limizda ham detski. Bu uyimizda bu yerda zahva joyimiz ham bor. Rishotka bilan o'ralgan. Orqa tomonda ilk chiqish joyi. Mahallaning idorasi bu. Orqa tomondan to'lig'icha domlar tushyapti. Bu yerda eng yaxshi kulchorli tomoni 5-metro bekatidan bu yoqqa qarab metro tushadi. To Food Citygacha metro liniyani ustida to'g'ri kelib qoladi bu uylar. Holati bir o'zlaringiz uchun remont qilib olasizlar. Yerda chiroyli lyustralar qo'yib ajoyib qilsalaring bo'ladi. Qo'shnilarimizga o'xshab turib, to'lig'icha bu tomonni yopib yuborsalaring ham bo'ladi. Bu 4 sotiqqa tushgan uyimizni, 4 xonali uyimizning umumiy narxi 115 ming. Tepasida ham savdosi bor. Qo'shnilarimiz mana shunaqa ajoyib qilib qurib olishyapti. Pastda to'lig'icha opisiyatsiyani qoldiramiz. Aloqaga chiqib olasizlar.